Avazlık kitap aptekan. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Turg'an To'xtamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nuzugum nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Nuzugum, o'zingizga ogoh bo'ling. Endi biz ko'miga mushukun qolgan mıydı? Bular erlarni azobligini oz deganda, qizlarimizmi kun ko'rsatmaydigan o'xshaydi. Kumush aralab kun chiqdi. Yolg'iz boshqa mung tushdi. Men nuzukni tutqili, sulun cheriklar chiqdi. Nuzugum, yaraysiz. Siz o'lib ketsangizmi, lekin biz bu jasoratingizni unutmaymiz. Siz uchun intiqom olamiz. Kızımni qo'yib yutinglar. Ifloslar. Xo'sh aka, nerede bo'lsaqmi omon bo'laylik. Boqimni ko'rib qolsam, meni uni taqatsiz kutadiganligimni aytdim. Bu ifloslar nevreni öldürmetti. Vicdansızlar. Otavul bovay qarshisidagilarni ishtirib, so'naylanib yotgan nevrisining qishig'i bordida, uni yotgan yeridan dast ko'tarib oldi. Nevrisining og'zidan eqayotgan qonni yengi bilan surtib, uni maydasiga bostida taqdirning bu qismatiga nola o'qib, o'zini tutolmay yig'lavatdi. Bovayning qo'liqiga yiroqlab ketayotgan kuy o'g'li Boqi bilan Nuzugumning varqirgan o'llari anglanmoqda. Ammo u endi as xushini yo'qotib qo'ygan odamdek g'amkin turadi. Butkul hayotida Qashqar xo'jalari bilan yerlik amaldorlarning xizmatini qilib o'tgan bu qeri pansat begunoh nevrisining jassini quchoqlab yig'lamoqda. Endi u sodi oddiy puhraga hech kimdan yaxshilik kelmaydigan o'xshaydi deb o'zining shularga xizmat qilib o'tganiga pushaymon qiladi. Meydandagi xalqning norasida bo'li bilan bu qeri buvayga ichi og'rib ketdi. Kimlardir buvayning qo'ltiqidan yo'ladi. Ammo xalqning diqqat nazari qapasdagi Jahongir xo'jada edi. Kuz oylarining kirganiga qaramasdan yozicha xumdan tapdidek issigan havo harorati tövenlaydigandek emas edi. Bir oydan o'shiq vaqtdan beri bir tomchi yomg'ir tammag'achqa qumsangu yerning to'pisi sal shamol chiqsa upidek to'zib havoni texmu monallashtirib yetadi. Shahar sepilining sirtidagi xuddi tosqab qo'ygandek qumlar yalang oyoq odam dastugisiz darajada qizib ketgan edi. Bu issiqqa chidayolmagan, hatto kaslanchukka o'xshash yer beg'irlab yuradigan jon-jonivorlarmu yer ostidagi inlariga yo'shirinib olgan edi. Tala tuzda ko'zga cheliqqudek hech narsa yo'q. Jimjit. Urush jarayonida shahid bo'lganlarning jasadlari dafn qilinmaganlikdan u yer bu yerlarda sesib qurt qo'ng'izlarga yem bo'lib yotadi. Ishtlar otlarning o'liklarini sepildan neriroq yerga so'rab opirib, yulib tortib yemoqda. O'lganlarning boshlari o'tgan janglardagiga o'xshash bu qaytimmu kesib elinib, shahar sirtidagi tuzlanga do'ylab qo'yilgan. Ba'zilari sepil darvozalarining boshlariga esib qo'yilgan edi. Kun tik ko'tarilib, issiqi texmi kuchayishga boshlaganda, Qashqar xalqi xuddi qopqisi echilib ketgan to'smining suyiga o'xshash darvozadan do'kirlab chiqishga boshladi. Ularning vangchungidan o'rkigan kaptarlar munorlar ustida to'p-to'p bo'lib osmonga ko'tarilmoqda. Ching cheriklari shahar xalqini har qancha tutib turmalarga soluduq degan bilanmi, ammo bu yerning xalqi kema yeyishning o'rniga texmi ko'payib ketgandek ko'rinadi. Ularning hammasila palonxonlarni uzitib, xo'shlashib kelish uchun kelgan odamlar edi. Bularga shahar atrofidagi yezilardan kelganlar qo'shilib, bu yer qalaymaqon bo'lib ketgachga, hatto palonxonlarni haydab mongan cheriklarmu nima qilarini bilmay qaymuqib qilishgan edi. Neri turish. Yo'limizni ko'shlik qilmanglar. Endi yaqin keladigan bo'lsanglar, ajlinglardan burun o'lisizlar. Lekin uzun purmilik ko'nglaklari bilan parijlari putlariga yo'gilib,
putlashib mengayotgan boy mo'maylar va uşaq balalar cheriklardan tayoq yesimu surgunlarning kaynidan qolmaydi. Ular bu palang'anlarning qayta ko'ralishiga ko'zlari yetmaganlikdan yiqilib tushsimu o'rinlaridan turib qarindoshlarining kaynidan agishib ketyotdi. Ba'zilari o'lja qilingan qizlarni ayirib elib qilish imkoniyati bo'lib qolar degan umidda har bir cherikka bir yolvurib ularning rahim qilishini tilaydi. Ağzını eşekning ağzidek içishib turguncha chapsonroq haydamamsan. Mangmay qarshilik ko'rsatganlarni shu yerda o'joqtirib bitinglar. Xalqning g'azab nafratini texmi kuchaytirib olsa, yana bir baloga uchraydiganini yaxshi biladigan cherik boshliqlari cheriklarini tillab oldiratmoqda. Qashqar sepili sirtidagi gumbazlarga o'xshash cho'qchiyib turgan qum dövrlari orqali Oqsu tarafga qarab yo'lga chiqqan palang'ochilarga kaynida qilayotgan shaharning egiz munar, masjid, madrasalari, osmon bilan bo'y talishib o'sgan qopoq teraklari alohida issiq ko'rinadi. Ular o'zlarining Manchu xonadonligining podshohi Daoguan xonning cheriklaridan qutulolmaydiganligiga ko'zlari yetgandan keyin shahar sirtidagi mozorlarga, shahardan 5-6 chaqirimdek yerdagi oppoq xo'ja mozori tarafga qarab, xuddi o'zlarining ko'z yoshlarini ko'rsa, yig'i zorisini anglasa, xo'jamning mehr shafqati tegib qoladigandek chochlarini yulib, ovozining boricha unsilib yig'lashadi. O'z zamonasida bu tavadagi musulmon ahlining tavob qiladigan o'rni bo'lib hisoblangan bu mozor dindorlarning tushanchisida cho'ng g'azotlarga otlanganlarga ruhiy kuch ato qiladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Jahongir xo'ja qora kiyimlik tojiklar, qo'qatliklar va qirg'izlardan tashkil topgan lashkarlarni mozorni tavob qildirib, g'azotga otlantirib, ching cheriklarining qiyni bilan Tuman daryosining suyini bo'ygan. O'zlarining g'olibiyatini shu oppoq xo'ja mozorining madadidan deb chakarlagan edi. Buni anglagan xalq bizni mushu falokatdan hozirmi shu xo'janing arvohi qutuldirib qolamdikan degan umidda mozorga qarab edi. U tarafdan o'zlarini qutuldiradigan lashkarlarning o'rniga soqollari o'sib, chochlari gajgalarga tushgan. Uchsig'i quloq bilan jandalar kiygan bir to'p darvish qalandarlar kelayotganini ko'rdi. 360 kun xuddi jin shaytonlar ko'chgandek doqu dumboqlari bilan xurjun xaltalarini dumbilarga ortib elib, cho'l jaziralarni kezib yuradigan bu odamlarning rangi go'yo egirda qoridab, tanlari obtobda qolgan tara mushtak qaytishib ketgan edi. Boshqa vaqtlarda top-top bo'lib, qum barxanlari orasidagi yo'llar bilan Xudo yo'lida zikr so'qib, chet yoqiladagi mozorlarga ketadigan bu darvishlar al beshig'i kun tushib, ko'pligan odamlarning yiroq yurtlarga palanganini anglab, endi ular tarafga kelyotdi. Ular palang'anlarning yerimi degudek qiz juvonlar ekanligini ko'rib, ko'zlariga ishonmay bir daqiqadek turib qoldi. O'lib ketsakmi? Mushu mazlumlar bilan birga o'lib ketayli. Kattoq odash, dedi yirtiq parijisini mursiga ortib olgan changi soqolliq darvish qo'liga siri tushib ketgan ko'ni ravobni tutib olgan yosh yigitga qarab. Yurakki parangni qildilar, dedi ravobchi yigit rozimanlik bilan. Ularning so'zi parijisining peshini lotti balvig'iga qistirib, xurjunini mursiga ortib olgan egiz bo'yliq chishang darvishgami yiqib ketgan bo'lsa kerak, ularni chin dilidan qo'lladi. "O, balli, mana mavi gapinglar bo'ladi. Biz mundaq go'zallarga hamsafar bo'lib, sadichin sepiligi bo'lsa-mu, billa berishga tayyor. Ustixonimiz cho'llarni qilib, qo'zg'unlarga yam bo'lsa-mu, mayli emasmi? Munda xinimlarni Manju cheriklariga tortqizib qo'yib, bu shaharda qandoq bosh ko'tarib yurimiz? Kimning o'shiq-to'shik non-peni bo'lsa beringlar. Uzoq safarga mangan o'g'il qizlaringlarning beshidan sadiqa bo'lsin." Palangan balalarga atab akelgan narsalarni berilmagan buvoy mo'maylar endi u narsalarni qalandarlarga berib, ularga o'zlarining balalariga yaxshiroq qarab qo'yishini jekilashga boshladi. Palanganlarni xalqdan ayirolmay ovora bo'layotgan cheriklar bu bir to'p darvishlarni ko'rib, o'z ishlarining texmi eg'irlashib ketayotganligiga hayron bo'lib varqirishadi. Senlarni hech kim chaqirg'in yo'q. Odamga pullik oshang bo'lmay, neri berish.
Cheriklar darvishlarni nayzlarining uchi bilan noqib ittirib qo'g'laydi. Ammo yilning 4 faslida tala-tuzda yurib, tallari cheniqib ketgan darvishlar o'zlariga nayzi qilishlarning tegayotganiga qaramay, to'pning ichiga ichkirlab kirib ketib boradi. Hey, qayt keyninga, qayt istavatman. Bir chaqda cheriklarning urib qo'g'lig'iniga qaramasdan, to'pning ichidan beg'ayron ko'nglikining ustiga yeshil kamzul kiyib olgan. Sag'risiga tushib turgan qora chechi cho'lib ketgan zilva bo'yli qiz ayrilib chiqdi-da, o'zini kaynidan agishib kelayotgan xalqning ichiga otdi. U cheriklarning kayninga qayt degan varqirashlariga parvo qilmaydi. Yeshi amdili 19 ga to'lgan bu qoraqumcha qiz xuddi hech narsani anglamagandek bir xil mengib, yig'izar qilishayotgan qeri cho'rilarga yiqildi. Bu yoq kim bo'ladi? deb so'radi. Yeshining kichikligiga qaramasdan bir chaqlarda nuzugum o'qigan madrasada o'qigan. Shahardagi Iskandar Vangning masjidi oldidagi ko'chada turadigan Abdulla Qaroqchining qizi Gulnisa kelib yetib. "Voy, bilmaydingizmi, yenipamg'u. Bu yoqning to'yi bo'lg'ilayotganda Jahongir xo'ja qo'zg'alonga boshlanib ketdi. So'ygan yigiti jangda qazo bo'ldi. Yenipam bu xabarni anglagan kundan boshlab esidan odishib qolgan edi. Uni uyidan chiqib ketibdi. Shahar atrofidagi mozor-u qabristonliklarni kezib yuribdi deb anglaydik. Bugun bu bechorani elib mengibdi-da." Enepam, bular yana sizga nayza urvatmisin? dedi boyatin qizni himoya qilib yurgan yosh darvish. Ammo qiz o'ziga qaratib so'zlayotgan darvishning gapiga quloq solgani yo'q. U ilgirgidekla yo'g'on ko'zlarini yiroqda qilayotgan Qashqar shahridan olmay ilgirlamoqda. Tag'as buling enepam. Buljun go'shlari tarimushdek qotgan yana bir darvish hammadan ilgari qizning qishig'iga yetib berib, uni o'z himoyasiga olmoqchi bo'lib edi. Bir necha cherik har tarafdan hurpiyishib kelib, enipamni palonganlar tarafga tortdi. Qiz cheriklarning urib ittirishlariga qaramay, shahar darvozasida esiqlik turgan kolliga qarab kelyotdi. Lekin saprosi o'rlagan cheriklardan biri odamlarning varqirashlariga quloq solmay, qizning do'lisiga nayzi sanjivatdi. Voyjon, mavi vashchi qizni o'ltirvatdi qo'y. Esidan adashgan baliq qo'l ko'tarishga qandoqmi vijdoni chidigandi bu qonxo'rning. Yo Alloh! Jim turib pasak, bular hammamizni qirib tugitadigan o'xshaydi xaloyiq. Bu fojialik voqeadan keyin qo'rqishib ketgan bir necha qiz hammamizni shundoq o'lib ketamizmi? deyishib, o'zlariga birdan bir yor yo'lak bo'lib kelayotgan nuzugumning cho'risiga o'lishib oldi. Enipamga nayzi sanjigan cherik endi to'plashib olgan darvishlarni qo'g'lashga boshladi. Qashqardan faqat mushu o'lgan qizga billa agishib kelishayotgan 3-4 yosh darvish yiroq safardan biraqli kechib, tirik chig'ida tutishqa ayminib petin olmay yurgan go'zalning yuz ko'zini silab, uni cho'ridab o'ltirib qilishdi. Uzun kirpiklari to'kilib turgan qiz ularga go'yo hozir ko'zini echib, o'rnidan turib ketadigandekli seziladi. Qizlar xuddi bo'ridan qo'rqqan qo'ylardek g'ujmaklashib ilgirladi. 2-bob. Palang'uvchilar Qashqar vodisining qumsang'u to'pisini to'zitib borgancha yiroqlamoqda. Amdi boyiqi yig'izar Vangchunglamu bir oz pasiyib, ota-ona, urug' tuqqanlardan ayrilib chiqqan qizlar o'zlari uchun qorong'u dunyoda ko'ringan notunish yo'llarda qandoq baloyi ofatlarga uchraymiskin deyishib, oldidagi har narsadan bir cho'chib kelishib-o'tadi. Ular shaharni zanjirga o'xshash qurshab turgan sepildan yiroqlagan seri jangdan keyin paymal qilinib, xona vayron bo'lib, eg'ir judolikqa uchragan yezlarni besib o'tmoqda edi. Mundaq yezilardan dastlab uchratqani Qashqar shahridan bor yo'qi 10 chaqirimdek yiroqdagi Bashkiram yezisi bo'ldi. Ammo bu yezining onar bilan anjurga to'lgan ajoyib chiroyli bog'lari ot to'yqida chaylinib, uylari buzilib, odamlarining o'lgani o'lib, qochqini qechib ketibdi. Xarablashib, egisiz qolgan ho'ylalardan faqat itlarning hovligan ovozlari anglanadi. Palang'anlarning ba'zilari musha yezida tug'ilib o'sgani uchun ular bu yerning qeshidan o'tganda yig'izar qilib texmu eg'ir mung va hasratga cho'kishdi.
palonxonlarni ko'rib kelish yoki uzitish uchun yo'l bo'yidagi mahallalardan piyoda. Ba'zilari ot eshaklarga minishib, xuddi tog'dan eqib tushayotgan suvlardek kelishmoqda edi. Ularning ba'zilari urush mezgilida o'z yurtlaridan chiqib ketib, izderaksiz yo'qolgan erlarini putqo'llariga ko'zi kishan selinganlarning orasida bormikan degandek sinchilab qaraydi. Lekin palonxonlar orasidan yaqinlarini topolmaganlar bir-birlab to'pdan ayrilib qelyotdi. Bir chaqda palonxonlar orasidan kimdir bir ayol enchika, zil ovoz bilan naqshi boshladi. Buni anglab, boyatdan beri o'pkisini bosolmay kelayotgan qiz-juvonlar. Hatto otqa ortilgan tog'ordek mokchiyib o'ltirgan yoyilamu sagaklashib qoldi. Naqshi bo'lsa, hammaning yurak bag'rini ezib, ajoyib mungluq aytilib to'xtadi. Naqshi to'xtig'ini bilan uning sehrli kuchi palonxo'jalarga kuchli ta'sir qilib, ularni o'y-xiyollarga cho'mdiratdi. Ba'zilar naqshi aytgan juvonni ko'rmoqchi bo'lishib, to'pning oldiga bo'yinlarini so'zishib qarashatdi. Lekin palonxonlarning ko'pchiligi usti yeshil maxmal bilan tashlangan so'zlar to'pisini bir yenig'i singayon kiyib olgan zilva bo'yluq, belakdek ishki o'rimchechi sag'risiga tushib turgan qongsharliq juvonni biladi. Heliqi buloq beshidagi atavul pansotni biladigansizlar. U shu odamning qizi, Nozugum emasmi? Voy, bu qiz Boqiy ismli yosh pansotga turmushga chiqib edi-ku. Ha, to'g'ri aytdilar. Qaysi kuni hetgohda cheriklar bu bechora juvonning 3-4 yoshli qizni o'ltirib, yo'ldishini tutib ketdi emasmi? Yo Alloh, rostilla qaysar juvonkan u jumusila. Hozirmi biror erkak beshini ko'tirib, atrofga qarayolmay ketib-olsa, bu xinimning qo'rqmasdan naqshi aytayotganini qaramamdilar. Bu deganlari rost. Agar erlarimiz ashu Nozugumga o'xshash qaysar bo'ladigan bo'lsa, biz bu ahvolga tushib qolmaydik deysilar. Nozugumning naqshisi yolg'iz ularning yurak bag'rini emas, palongan erxaqlar bilan bu to'pni agishib mingan darvishlarning ko'nglini ezib, ko'zlarini yoshga to'ldirdi. Bir chaqda, "Sizmi borkansiz o'singlim? Bu dardlarni bizning tatqinimizmi yetmasmidi?" degan bom va yig'lamsirab chiqqan ovoz hammaning diqqatini tortdi. Qizlar to'pi erlar tarafga qaradi. "Aka!" Qo'liga ko'yzi selingan Nozugum oksining o'zlari bilan elig'i palonganini ko'rganda, qizlar to'pidan yulqinib chiqib, uning yeniga bormoqchi bo'lib edi, cheriklar uni to'xtatib oldi. Cheriklar singlisining qishig'i kelmoqchi bo'lgan Abdullani to'rib oldi. Oksingil ishkisi xeyli yergacha bir-biriga talpinib, bir-biridan ko'z uzmay mengishdi. "Sen qandoqlarcha bularning qo'liga tushib qolding, aka? Men pixa akam bo'lsa-mu yurtda qoldi-ku deb, sana umid bog'lab yuribdiman." Bular bizni jangda, ovi kunki o'tin bozirda bo'lgan jangda asirga tushirib olgan singlim. "Dadamning ahvoli qandoq?" Singlisi aytgan so'zni Oksa anglab ulgurmadi. Abdullamni cheriklar urib, do'shkallab so'rab akatdi. "Xayr, singlim Nozugum. "Meningdan voyim qilma, aka. Bir-birimizdan xabar ettirayli. Xayr, sog' bo'l." Qizlardan 4-5 qadam oldida ketib borgan erlar eldan mengib ilgirlagan seri, ularning ovozi bir-biriga anglanmay pasayib o'tishga boshladi. Oksingil ishkisining bir-biri bilan orom xudo paranglasholmay judolashganini ko'rgan qizlar yurak bag'ri o'rtinib ketgandek bo'ldi. Hay, bu dunyoda bizning xalqimizning qarindoshlardan mushundoq judo bo'lib, qong'iri qoqshab o'tmas. Bularni qoqshtadiganlar chiqar, dedi bir darvish. Uni bir jirtoq ko'zlik cherik nayzisi bilan no'qishtirib qo'g'lashga boshladi. Nerman, ko'zimga ko'rinmay yo'qol, bo'lmasa ajlingdan burun o'lasan. Nozugum o'zini cho'rdab kelayotgan do'stlarining ko'nglini ko'tirish uchun yana yiroqda qaylayotgan daryoga qarab naqshi boshladi. Naqsha o'sha daryo bo'yida bo'lgan cho'ng jangni. Jang vaqtida shahid bo'lgan o'g'lonlarni asga soldi. Tuman daryo nari tortdi. Suv o'rnida qonlar oqdi. Shahid bo'lib shu tarixga minglab nuzuk nazmi qatdi.
Sürgünlər qumluq çöl dalalarını besib içkirilgan seri bu vadining yeşil manziralik bog'lari orqada qilib, amdi ularning ko'ziga yopirmoqlari qurib, faqat shehili qolgan yontaq tikan bilan adrasmondan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Kun tushmaydigan uzum baranglari, shamol o'tkazmaydigan qorong'u bog'lar bilan peshayvonliq hoylilarda hayot kechirib kelgan qiz juvonlarning mangizlari bir necha kunning ichida kuyib qoradab ketgan edi. Ularning patpatla tanglaylari qurib ussig'anda o'zlarining bog'larida, chaqqong'ini hoylilarida may bog'lab pishadigan uzum, olma, shaptul, anar, anjurga o'xshash mevalarni aslab eg'izlari tamshib qo'yadi. Ba'zilar endi undaq mevalarni yeyish yo'q gap deb cho'nqur nafas oladi. Qizlarning kaynidan qolmay agashgan darvishlar bo'lsa, xuddi tabiatning bu issiqi kundi ko'ygan tanlardan o'tmagandek kelishmoqda. Ularning ba'zilari putlariga pirim-cho'ruq kiyib olgan. Ömrida oyig'iga bir narsa kiyib boqmagan ba'zi darvishlarning topallari bo'lsa, xuddi to'gilarning topallaridek qaytib ketgan edi. Shunlashqami ular yo cho'g'dek qizib ketgan qumning issiqiga yoki sheg'illiq yo'ldagi qiyoq toshlarning, yontaq tikanlarning potqiniga parvo qilmay 360 kun mushu yo'lda mengib o'ginib ketgandek kelmoqda. Darvishlarning barliq o'y-xiyoli qiz juvonlarda. Ularga Qashqarning barakati mushu go'zallar bilan birga shahardan chiqib ketib borgandek bilinadi. Shunlashqa bular cheriklarning qo'g'lashlariga qaramasdan ularga agishib bormoqda. Bo'libmi umrida ayol ko'rmay o'tayotgan ba'zi darvishlarga surgun qilingan bu qiz juvonlar Alloh taoloning o'zlari uchun ato qilgan nasibisidek va rizqidek ko'rinadi. Ular juvonlarning o'zlariga qarab tabassum ayliginini ko'rib qolsa, boshlari ko'kka yetib, xushalliqi tanlariga sig'may qoladi. Ching cheriklari bu darvish qalandarlarni qo'g'lab yaqin yo'latmay kelyotadi. Ulardan qo'lga tushib qolganlarni bo'lsa, shu yerdala nayza sanjib o'ltirib etadi. Ba'zilarni tutib elib, ichkirga surgun qilingan arlarning orasiga qo'shib etadi. Texi tarki dunyo muhitiga to'liq cho'kib, qalbida muhabbat o'ti o'chib ulgurmagan qodir darvishga o'xshash qalandarlarni bo'lsa, xeylicha xinimdek jazbisi kuchli go'zal cho'konlar o'zlariga mahliya qilib olganlikdan yoyilarning osto'li xizmatini qilib ularga yaqinroq yuradi. Cheriklarmu undaqlarga onchavala qarshilik ko'rsatib ketmaydi. Erlarning oldida hiyiqmay o'zlarini erkin tutib o'sgan qashqarlik juvonlar ching cheriklarini ko'zlariga ilmay darvishlarga hol-mo'ngini aytadi. Ba'zilari bo'lsa, bizni ilixoga opirib qalmoqlarga xotinlikqa beradigan o'xshamamdi. Ularga tekkucha sizlarga tegib, cho'l bayavonlarda qolganimiz tuzlik emasmi? Qo'linglardan kelsa, bizni cheriklardan ajirtib ep qilinglar. Aslida havosi issiq yerning cho'konlarining nozik his tuyg'ulari kuchli bo'lamdi yoki tuman va qizil daryolarining suvlari bilan quyosh nuri alohida singib, may bog'lab pishadigan mevalarning yurak o'tini kuchaytiradigan alohida bir xususiyati bormi? Ularning yurak o'tlari boshqacha. Ona vatanga bo'lgan mehr muhabbatimi kuchli edi. Shunlashqamu ular burun-burundilla tangsizlikka qarshi to'xtovsiz kurash qilib kelgan. Buni bugunmu bu cho'konlar ching cheriklari oldida qaddini bukmasdan bir-biriga yar yo'lak bo'lishib kelyotadi. Ular boshda ota-onalardan ayrilgancha ko'z yosh qilishib, qayg'u hasrat chekkini bilan amdi 1-2 kun yo'l mengib, as hoshini yiqqandan keyin bu zulmatdan qutulib chiqishning yo'lini izlamoqda. Qizlar bizga panoh bo'lsa, mushu darvishlar bo'lishi mumkin deyishib, ularni o'zlariga yaqin ko'radi. Epi kelib qolganda qayg'u mo'nglarini aytishib, qadimiy do'stlardek muңdishib ketadi. Cheriklar put qo'llardagi kishan ko'yzalarni yeyishib, ozod qilishga va'dalar berishib, ming bir qasam ichsimi qiz juvonlar ularga ochiq chiray ochmaydi. Yaqinmi yo'lamaydi. Ba'zi cheriklar Qashqardan bulab-tolab yig'ilgan oltin, kumush, zibu zinnatlarni ko'rsatib, qizlarning ko'nglini o'zlariga qaratmoqchi bo'ladi.
lekin qizlarning cheriklarni ko'rarga ko'zi yo'q. Senlarni so'ygandan ko'ra, changi saqqallarni so'yganimiz yaxshi. Ko'zimizga jin shaytonlardek ko'rinmay yo'q qilish. Og'ziga kelgan so'zlar bilan cheriklarni ochiqdan ochiq tillaydi qizlar. Hep to'xtab turish. Senlarning mushu deganlaringlarni buninglardan buloq qilmaydigan bo'lsak, deyishib popozi qiladi qizlarga cheriklar. Boshda ularning popozisidan qo'rqib yurgan qizlar bir necha kun yo'l mengib, hamon bir o'lim ekan-ku degan o'yga kelib, cheriklarning popozi tahdidlaridan qo'rqmaydigan. Bunda qo'rqitishlariga pisand qilmaydigan bo'lib qoldi. Hatto cheriklarga bizni qoqshatdiq deyishyaptamsan, senlarni qoqshatadiganlar chiqa deb ular bilan takallashadi. Ilgari mundaq ko'z kunlari dehqonlar kech kunduz ot qichirlarni harviga qo'shib elib, qo'g'in tavus, meva-cheva, oshliq to'shiydigan bu yo'llarda bu yil ching cheriklari qiz cho'kkanlar bilan yosh yigitlarni haydab mangmoqda. Bosqinchi cheriklari shuncha ko'p odamlarni qul qilib haydab mang'inini oz degandek, Qashqar tavasidan bulab tolg'an oltin, kumush, zibu zinnat va raqlarning hammasini xurjun xaltalarga selib to'gilarga ortib olgan edi. Qashqar shahriga xuddi cho'nko'lga qo'yilgan daryoga o'xshash quyruqi uzilmay karvonlar orqali keladigan mollar bilan yillar bo'yi to'planib qolgan oltin kumushlarning hammasini ching cheriklari sharqqa akitib bormoqda. Cho'ng urushdan keyin o'zlarining boshlarining omon qolganligiga xush bo'lganlar mol dunyosining talon-tarojga uchrayotgani bilan kori yo'q. Ba'zilar bu qitim yana haram saroylar bilan mangu kun tushmaydigan o'zimzorliklarda. Usti yepiq peshayvonlarda o'zlarini ufpa anglikda pardoz qilib, tovar durdullarga yo'ginib hayot kechirayotgan boyvachchalarning xotin qizlari qilib, yanala kambag'al dehqon bilan shahar madikorlarining o'g'il qizlari. Erlari jangda qazo bo'lib, yor yo'laksiz qolgan cho'konlar qo'llariga ko'yzlar selinib, mol o'rnida haydilib ketib borganiga echinatdi. Ichkirga surgun qilinganlarning orasida Qashqarga Afg'on, Qo'qand va boshqa shaharlardan savdo setiq ishlari bilan kelib, erlari bu qaynamda qazoga uchrab, o'zlari tuyuqsiz asirga tushib qolgan millati har xil juvonlarmi, yop-yosh o'g'il qizlarmi ko'p edi. Boylarning qizlariga o'xshash o'zlarini bu surgundan ayirib qolgudek odamlarning yo'qligiga urib, hasrat chekkan tutqunlar bo'lsa, bosh oxiri yo'q uzun yo'lda qayg'u mungini naqshi bilan yeniklatmoqda. Ular sal harduq elish fursati bo'lsa-la, yo'lning chetiga chiqib, to'rt bashi bir yerga yig'ilib, Qashqarda o'tkazgan ajoyib go'zal kunlarni aslab naqshi aytadi. Men elig'i manganda Yayrim o'gzida qolgan, qachon kelasan yar deb, qora ko'ziga yosh olgan. Nech kundan beri jabr jafo chekib kelyapsimu, ammo ruhini tushirmay, o'z ko'nglini xush qilib, naqshi aytayotgan o'ttiri bo'y qora qumchoq Gulnisa yo'lga chiqqandan beri Nozugumni o'zining birdan bir yaqin do'sti hisoblab, ich sirini shuningga aytadi. Tepishmoqqa o'xshaydigan hayot taqdiri haqida pat-pat so'rab, o'zini qiynab kelayotgan savollarga javob izlaydi. Nozugum cho'ng urush oldida turmushga chiqib ulgurgan bu qizning nolasini anglaganda, o'zining qayg'u hasratini unutib qoladi. U Gulnisaning tuman daryosi bo'yidagi jangda otdan yiqilib, bir putidan ayrilgan erini esladi. U yigit bularni shahardan haydab minganda bir-biriga tutishib ketgan pakar o'gzilarning biridan ikkinchisiga o'milab o'tib, xeyli yergacha so'rilib kelavetib varqirab, xuddi quduqqa tushib ketgandek jim bo'lgan edi. Erining o'milab o'gzi ustida so'rilib kelayotganini bayqab turgan Gulnisa uning yerga yiqilganini ko'rib, o'nining boricha varqirab yig'layotgan edi. Shuning bilan u qilich bilan nayza tutib, o'zlarini haydab kelayotgan shalang soqolliq cherikni ittirib, o'zini eri yiqilgan o'gzi tarafga otganda, bir qancha nayzining tig'i uning to'pdan ayrilib chiqib ketishiga yor bermay to'xtatib olgan edi. Gulnisa badaniga nayza sanjilayotsa-mu, kayniga dojimay turdi. Shu chaqda ot ustidagi cherik uning uzun chechidan tutib, xuddi o'g'liq tortgandek kayniga so'ragan edi.
Lekin Gulnisa oningga bo'y bermay tarajab turdi. Otliq cherik birdilla uning chechini qo'yivatgan edi. To'pliq yo'lga yiqilib yetib qoldi. Nuzugum shu chaqdala bu qizning o'zi bilan madrasada birga o'qigan. O'zidan 2-3 yosh kichik Gulnisa ekanligini tunib qiyshig'i bordida, "Sizlarga nima bo'ldi, Gulnisa? O'zlarini yo'qotmasizlar, qani tursizlar?" deb bu qizni o'rnidan yo'lab turg'izgan edi. Gulnisa surgun qilinganlar orasida Nuzugumni ko'rganda o'z-o'ziga ishonmayotgandek. To'pichang bo'lib ketgan yuz ko'zini jiyaklariga zar tutilgan beg'irrang ko'nglikining yengi bilan surtib etib, yana ko'zlarini chimchiqlatib uningga qaradi. Ondan og'zidagi qum to'plarni tukirib etib, o'rnidan dasturdi-da, "Jinim hada, bu zamonda yaxshi hayot kechiramiz deb shuncha yil ma'rifat yo'liga intilib, ta'lim olganimiz havoga uchib ketdimi yoki bizning peshonamizga mushunda qismat putilganmidi?" degan peticha Nuzugumni quchoqlab yig'ladi. Endi mana shu Gulnisaning mo'liq naqshisi uning qo'liqiga bekmu yiqimliq anglanmoqda. Nuzugum namozni qazo qilg'usi kelmay, cho'risiga 2 ilik beg'irrang mahmal tortilgan pashtamini to'plang yo'lning chetidagi yontaq tikanning yeniga yeyib namoz o'tashga kirishdi. Ammo o'y xiyoli onardek pishib voyiga yetganda o'zining so'ygan yigiti bilan puxodin chiqquchi o'ynab kulolmay, cho'l boyovonlarda bo'zlab kelayotgan Gulnisa qizning naqshisi barxancha uning yurak bag'rini ezib, ko'p narsalarni esiga solmoqda. Umu boshda Gulnisaga o'xshash urib yurgan edi. Lekin shahardan chiqqandan keyin pakar Mo'ng'ul etig'i mingan yapaloq yuz, jirtoq ko'z to'rg'ining neri ketmay, yomon niyat bilan hijiyib qarashga boshlaganligini sezib, o'zini tutib olgan edi. Shu paytdan boshlab u iloji bor sagak bo'lishga tirishib kelmoqda. Endi u yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, darhol jonga asqa tartab, kamzulining ichidagi yanchuqida saqlab kelayotgan eri boqidan birdan-bir xotiri bo'lib qolgan sepi munguzdan yasalgan kichik xanjarini tutib qo'yatdi. Nuzugum mushu xanjarga qo'li tekkandila har qanday yomon o'y xiyoldan ayrilib, o'zini yo'ldoshi hamroh bo'lib kelayotgandek sezatdi. Ondan ejib kuladigan yoyiga boshqacha g'azablanib qaraytdi-da, "Senlarning qo'lida xor bo'lgandan ko'ra o'lib ketganim a'la. Yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, bir ishkingga kuchim yeta" deb qo'yatdi. Nuzugum yo'lga chiqqandan beri 2 narsaga ishonch qildi. Biri qo'lidagi tasvisi, yana biri men yo'q chaqlarda sana hamroh bo'lsin deb eri boqib bergan g'ilobli xanjar. Shunga u meni bu qismatdan qutuldirsa, mushu ikkisi qutuldirar deb bu narsalarini ko'zining qarchuqidek saqlab kelmoqda. U og'ziga ilm tushgandan buyon biror qitim namozini qazo qilgan banda emas. Hozirmi fursat topsila, Allohning so'zi deb hisoblanadigan Qur'ondagi suralarni yenib takrorlab, o'zini Xudo oldida qilchi gunohi yo'q. O'zini uning aytganlarini to'liq o'rindab kelayotgan birdan-bir pok bandasi hisoblaydi. Amdi bo'lsa, yaratgan egam mushu tangsizliklarning hammasini ko'rib o'tadigandu deb, uning chopsonroq o'zini qutuldirib elishini kutatdi. Ammo nemishqidir shuncha vaqtdan beri Xudoga sig'inib namoz o'qib, qo'lidagi tasvisini tashlamay kelayotsa-mu, biror xayriy kuch uningga yor yo'lak bo'lmayotdi. Nuzugum o'zinila emas, mo'liq naqshi aytib o'ltirgan Gulnisaga o'xshash qizlarning hech qaysisiga mushu vaqtgacha yaratgan Allohning rahimi kelmay, ularni xuddi bargida turib so'lashgan gulga o'xshash sarg'aytivatganligi haqida o'yladi. Ba'zida u boqini o'ylaydi. Uning bilan faqat 4-5 yillar birga hayot kechirdi. U inchga, egiz bo'y, qora qoshliq yigit edi. Uning yodiga erining tizig'i beshini qo'yib, qizini erkilatib, uyida g'am qayg'usiz o'ltirgan kunlari. Qon to'kishlar. Xeyli yergacha oppoq soqolini titirtib, yig'lab mongan otisi. Odamlarning oyig'ida qonga melinib qolgan qizi keldi.
Nozugumning bu nomusi ana shunda xiyollar bilan xeyli uzoqqa so'zilib ketdi. U namoz o'tab bo'lishi bilan o'zini cheriklardan qochirib, yontoq bilan yulg'un o'sib chiqqan eriq bo'yida xeyli vaqtgacha o'ltirdi. Lekin Gulnisaning g'ayriblik naqshisi to'xtovsiz anglanib turadi. U o'rnidan turib to'plashib o'ltirgan qizlarga yaqinladi. Qashqar shahridilla o'zining naqshi qo'shoqlari bilan ko'pchilikning diqqat e'tiborini tortgan Nozugumning kelayotganini ko'rgan qizlar uni xushal qarshi elishdi. Gulnisaning naqshi bekmi mo'nglikkan. Bizning ko'nglimizni bezligidek naqshimizdan boshqa nemamiz bor deydilar. Anchalar urib ketmisilar singlim. Bizningmi kulib o'ynagan chaqlarimiz bo'lgan. Ustozimiz Abdurahim Damullaning xalqimizning tarixi haqida aytgan so'zlari asrdan chiqib qoldimi? Bizmi o'z tariximizda saltanat surib, jahon ahlini hayron qoldirgan xalq edik. Ta'tirpalak bugungacha o'xshash mag'lubiyatga mahkum qildi ekan. Umidsizlikka berilish yaxshi emas singlim. Bu deganlari g'o'ras. Ammo mushundaq ahvolga tushib qolganda urib, hasrat chekmay qandoq chidaymiz? Lekin tarix chaqi bir xil bo'lmaydi ekanda. Shu tarix sahifalariga zehn silib qarasak, bu dunyoning talay voqeasiga shahid bo'lamiz. Kuchliklarning ojizlarni dafsanda qilishi, ujuqtirishga intilishi tabiiy qonun o'xshaydi deb qolamiz. Lekin mundaq ruhiy tushkunlikka berilish yaxshi emas singlim. Bu kunlarni unutilib, yana yaxshi kunlar kelib qolar. Rasli shundoq kunlar yana qaytib kelarmi Nozugum? Deb so'radi uning so'zlarini anglaganda ko'zlaridan uchqun parlagan Gulnisa. Nozugum bu qizning savoliga javob bergucha bir darvish. Nozugum ras aytdi. Xudoyimning arg'amchisi uzun. Oyning 15i qorong'u bo'g'ini bilan 15i yo'riq. Uncha vala o'zingizni yo'qotmang singlim. Odamning jon beqish uchun har nima qilmoqi haq o'xshaydi. Biz haq jon beqish uchun nimalarni boshdan kechirmadik. Odamning hayot qancha izib qiynagan seri shuncha ishlamchan, shuncha tirishchan bo'lib, yashashga o'rganib ketdi ekan. Qizlar, mana sizlar musha avlodlarning bolalari uchun har qanday qiyinchilikka chidaysizlar. Boyadan beri bularga yaqin kelishga ayminib, chetnab yurgan darvish yamoq selingan parijisini mo'risiga ortib olgan edi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Turg'an To'xtamning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nozugum nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atadagi programmamizda anglag'aysizlar. Bu mag'lubiyatdan keyin Qashqar xalqi chin amaldorlarining qullari bo'lib qolamdikini deb o'ylab qolmanglar. Avlodlar baribir nohaq o'lganlar uchun intiqom oladi. Tarixmi ularni tinch yotqizmaydi. Uzoq yo'lg'imi mushundaq yilin mangan bormi? Mushu holda mansanglar muzdavondan o'tkichi ushib qolmamsizlar. Jinim aka, ila xo'g'i bog'icha shu davonda ushib qolsak yaxshi bo'ladi.